Atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi hamda Nurafshon shahar hokimligi hamkorligida Nurafshon shahri hududida qushlar uchun in aksiyasi tashkil etildi. Jarayonlar haqida muxbirimiz Dilobar Xoliqova xabar beradi. Mazkur ekologik aksiya doirasida shahar bo'ylab 1000 ta qush uyasi o'rnatish bugungi tadbirning asosiy maqsadi etib belgilangan. Mana bugun ayni damda o'sha Nurafshon shahrini maktabgacha ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, dam olish maskanlari shu shahar bo'ylab shu 1000 dona qush uyalari o'rnatib chiqiladi. Bundan maqsad nima? Tabiatni kelgusi avlodga asrab avaylash maqsadida bugungi tadbir tashkil qilindi. Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi hamda Nurafshon shahar hokimligi tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu jarayonlarda volontyor yoshlar faollik ko'rsatishdi. Xuddi hozir mana shu qushini ilayotganimizda, xuddi yoshligim esimga tushdi. Ya'ni o'sha maktab payti qushini ilganligimizda biz volontyor sifatida mana shu qushlarga, ya'ni daraxtlarga ildik. Bu haqiqatdan biz yengil tortdik. Misol uchun qushlarimiz uchib ketayotganini ko'rsak, mana shu yo'ldan ketayotganimizda ham shu inlarda qushlarimiz yashayotganini ko'rsak, albatta har doim eslaymiz, ko'ramiz. Mana bugun Nurafshon shahrida qush uylarini daraxtlarga o'rnatmoqdamiz. Buni o'rnatishda bu tavsiyalar ham berib keldik. Baland daraxtlar bo'lsa 5 metrgacha bitta daraxtga ikkitagacha ilish mumkin. Bu tavsiyamiz orasida yana berdik. Daraxtlarga shikast yetkazmas maqsadida mix bilan emas, simlar bilan yoki qattiq simlar arqonlar bilan qotirish tavsiya berdik. Mana bu aksiyamiz hali yana davom etadi. Bu loyiha tabiatni muhofaza qilish, qushlar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratishda va albatta shahar ekotizimini barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.